Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi mavzu juda muhim. Ishlovchi pensionerlarning pensiyasini oshirish, ya'ni ish staji va ish haqi hisobiga pensiyani qayta hisoblatish masalasi. Bu ma'lumot nafaqat hozir ishlab yurgan pensionerlarga, balki ularning farzandlari, yaqinlari, buxgalterlar, kadrlar bo'limi xodimlari va pensiyaga chiqish arafasida turgan insonlarga ham bevosita tegishli. Ko'pchilik pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin ham ishlashda davom etadi, soliqlar to'laydi, ish staji yig'iladi, ish haqi rasmiy yuradi. Lekin hamma ham bilmaydi. Ayrim holatlarda shu ishlagan davr pensiyani oshirishga asos bo'lishi mumkin. Eng muhim joyi shuki, pensiya o'z-o'zidan har doim qayta hisoblanib ketavermaydi. Ba'zi vaziyatlarda ariza yozish, hujjatlarni topshirish, qayta hisoblashni talab qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun sizga hammasini sodda tilda tushuntiraman. Oldin qanday edi, hozir nimalar o'zgargan, kimlar murojaat qilishi kerak, kimlar shoshilmasa ham bo'ladi, qanday hujjatlar kerak, arizada nima yoziladi, qaysi xatolardan ehtiyot bo'lish kerak. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot bir necha 100 ming so'm. Ba'zan esa undan ham ko'proq qo'shimcha daromad degani bo'lishi mumkin. Avval asosiy masalani tushunib olaylik. Pensiya deganda ko'pchilik bir marta tayinlanadi, keyin faqat umumiy oshirilganda ko'payadi deb o'ylaydi. Pensiyalar davlat tomonidan indeksatsiya qilinadi, ya'ni umumiy miqdorda oshiriladi. Masalan, prezident farmoni yoki tegishli qarorlar bilan barcha pensiyalar ma'lum foizga oshirilishi mumkin. Bu umumiy oshirish. Bunday paytda siz ariza yozmasangiz ham pensiya miqdoringiz belgilangan tartibda ko'tariladi. Lekin bugungi mavzu boshqa. Ishlovchi pensionerning shaxsiy mehnati hisobiga pensiyani qayta hisoblash. Ya'ni inson pensiyaga chiqqan, pensiya tayinlangan, keyin ham ishlagan, shu ishlagan davrida qo'shimcha staj to'plagan, rasmiy ish haqi olgan, soliq va ijtimoiy to'lovlar tizimida ma'lumotlar yuritilgan. Endi savol tug'iladi. Bu qo'shimcha mehnat pensiyaga ta'sir qiladimi? Oldingi davrlarda ko'plab pensionerlar shunday vaziyatga duch kelgan. Pensiyaga chiqqach ishlashda davom etgan, lekin pensiyasi ko'p yillar deyarli o'zgarmagan. Faqat umumiy oshirishlar hisobiga ko'tarilgan. Ba'zi pensionerlar esa men yana 3 yil ishladim, 5 yil ishladim, nega pensiyam oshmayapti deb pensiya jamg'armasiga borganda ularga ariza yozing, hujjat olib keling. Ma'lumotlar bazada ko'rinmayapti. Ish haqi ma'lumotnomasi kerak degan javoblar berilgan. Hozirgi tizimda ko'plab ma'lumotlar elektronlashgan. Ish beruvchi tomonidan rasmiy ish haqi ko'rsatilsa, soliq hisobotlari topshirilsa, xodim haqidagi ma'lumotlar yagona elektron tizimlarda aks etsa, pensiya jamg'armasi ko'p narsani o'zi ko'ra oladi. Ammo hayotda hamma holat ideal emas. Kimningdir ish joyi eski davrda yopilib ketgan, kimningdir mehnat daftarchasidagi yozuvlar noto'g'ri, kimningdir ish haqi to'liq rasmiylashtirilmagan, kimningdir 2000 yillardan oldingi arxiv hujjatlari topilmayapti. Shuning uchun pensioner men ishlaganman-ku deyishi bilan masala avtomatik hal bo'lib qolmaydi. Buni isbotlash, tizimga kiritish, qayta hisoblash uchun asos yaratish kerak. Shu yerda juda muhim farq bor. Pensiyani qayta hisoblash doim ham hammaning pensiyasini katta miqdorda oshiradi degani emas. Ba'zan oshadi, ba'zan juda oz oshadi, ba'zan esa umuman ta'sir qilmasligi ham mumkin. Nima uchun? Chunki pensiya miqdori faqat ishlagan yillar soniga bog'liq emas. Unda ish staji, o'rtacha ish haqi, pensiya turi, ilgari hisobga olingan davrlar, qonunchilikdagi cheklovlar, eng kam va eng yuqori ko'rsatkichlar, hujjatlarning to'g'riligi kabi omillar bor. Birinchi navbatda pensiyaga chiqqandan keyin kamida bir necha yil rasmiy ishlagan pensionerlar. Masalan, siz 2020 yilda yoshga doir pensiyaga chiqqansiz. Lekin 2002 yildan 2004 yilgacha maktabda qorovul, bog'chada tarbiyachi yordamchisi, korxonada hisobchi, do'konda sotuvchi, fermer xo'jaligida mutaxassis yoki tashkilotda muhandis bo'lib ishlagansiz. Agar ish joyingiz sizni rasmiy xodim sifatida ko'rsatgan, ish haqi hisoblangan, soliq hisobotlarga kiritgan bo'lsa, demak sizning qo'shimcha stajingiz bor. Bu staj pensiya hisob kitobiga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi guruh. Pensiya tayinlanganda ayrim ish davrlari hisobga olinmagan insonlar. Masalan, siz 1912 yildan 1993 yilgacha zavodda ishlagansiz, lekin pensiya rasmiylashtirilayotganda arxiv ma'lumotnomasi topilmagan. Shuning uchun o'sha 5 yil stajga kiritilmagan. Keyinchalik arxivdan hujjat chiqdi yoki sobiq ish joyingizning huquqiy vorisi topildi. Mana shunday holatda qayta hisoblash uchun ariza berish kerak. 3-guruh.
Pensiya tayinlanganda ish haqi bo'yicha yaxshi davrlar hisobga olinmaganlar. Masalan, inson 1990 yillarda yoki 2000 yillarda yaxshi maosh olgan, lekin hujjat yetishmagani uchun pensiya kamroq ish haqi asosida tayinlangan. Keyinchalik ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma topilsa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu ayniqsa yuqori malakali ishchilar, shifokorlar, o'qituvchilar, muhandislar, rahbar lavozimlarda ishlaganlar, ustama va qo'shimcha to'lovlar olganlar uchun muhim. 4-guruh pensiyada bo'lsa ham hozirgacha ishlab yurganlar. Masalan, otaxon 65 yoshda pensiya oladi, lekin har kuni korxonaga boradi. Yoki onaxon pensiyada. Lekin maktabda kutubxonachi, poliklinikada hamshira, mahallada mutaxassis bo'lib ishlaydi. Bunday insonlar ko'pincha men baribir pensionerman, ishlaganim pensiyaga qo'shilmaydi deb o'ylaydi. Bu fikr har doim ham to'g'ri emas. Ayniqsa ish rasmiy bo'lsa, mehnat shartnomasi bo'lsa, oylik plastik kartaga tushsa, hisobotlar topshirilsa, tekshirtirishga arziydi. Endi kimlar bu masalada ortiqcha kutishlarga berilmasligi kerakligini ham aytaman. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin umuman ishlamagan bo'lsangiz, faqat pensiya olib yashagan bo'lsangiz, qo'shimcha ish staji shakllanmagan bo'ladi. Bunda qayta hisoblash uchun yangi asos bo'lmasligi mumkin, albatta. Agar ilgari hisobga olinmagan eski staj yoki ish haqi hujjatlari topilsa, bu boshqa masala. Agar siz pensiyadan keyin norasmiy ishlagan bo'lsangiz, masalan, og'zaki kelishuv asosida savdo qilgan bo'lsangiz, qurilishda kunlik haq olgan bo'lsangiz, uyda xizmat ko'rsatgan bo'lsangiz, lekin mehnat shartnomasi bo'lmagan, ish beruvchi sizni rasmiy ko'rsatmagan bo'lsa, bunday davr odatda pensiya staji sifatida tasdiqlanmaydi. Men haqiqatan ishlaganman, hamma biladi degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Pensiya tizimida hujjat, elektron ma'lumot, arxiv yozuvi, buyruq, mehnat shartnomasi, ish haqi hisoboti kabi dalillar kerak. Yana bir holat. Agar sizning pensiyangiz allaqachon maksimal hisoblangan bo'lsa yoki qo'shimcha staj qo'shilsa ham amaldagi formula bo'yicha sezilarli o'zgarish bermasa, pensiya oshishi juda kam bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim tomoshabinlarga shunday maslahat beraman. Avval hisob kitobni tekshirtiring, hujjatlaringizni solishtiring, keyin katta umid bog'lang. Chunki ayrim odamlar ariza yozsam pensiyam 2 barobar bo'ladi deb o'ylaydi. Amalda esa qo'shimcha 300 ming, 700 ming, 700 ming yoki 300 ming so'm bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda esa hujjatlar kuchli bo'lsa va ilgari katta davr hisobga olinmagan bo'lsa, oshish ancha sezilarli bo'ladi. Birinchi misol, Anvar aka 6 yoshida pensiyaga chiqdi. Pensiya tayinlanganda uning 28 yillik staji hisobga olindi. Pensiya miqdori shartli ravishda 1 million 200 ming so'm bo'ldi. Lekin Anvar aka pensiyaga chiqqandan keyin ham 4 yil korxonada ombor mudir bo'lib rasmiy ishladi. Har oy oyligi rasmiy hisoblandi. Endi u pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiyasini qayta hisoblatmoqchi. Agar o'sha 4 yil qo'shimcha staj sifatida qabul qilinsa va qonunchilikdagi formula bo'yicha pensiyaga ta'sir qilsa, uning pensiyasi masalan 1 million 800 mingdan 1 million 970 mingga yoki 2 millionga chiqishi mumkin. Raqam aniq vaziyatga bog'liq, lekin eng muhimi ishlagan davr hujjat bilan tasdiqlansa, tekshirtirish kerak. Ikkinchi misol. Malika opa pensiyaga chiqqanda 25 yil staj hisoblangan. Lekin u aslida 30 yil ishlagan. 5 yil avvalgi tikuv fabrikasi yopilib ketgani uchun arxiv hujjatlari vaqtida topilmagan. Pensiya shoshilinch tayinlangan. O'sha 5 yil kiritilmagan. Keyin farzandi arxivga so'rab yubordi. Buyruqlar va ish haqi vedomoslari topildi. Malika opa ariza yozdi. Agar hujjatlar haqiqiy deb topilsa, uning pensiyasi qayta hisoblanadi. Bu yerda gap pensiyadan keyingi ish haqida emas, avval hisobga olinmay qolgan staj haqida ketmoqda. Bunday holatlar juda ko'p. 3-misol. Rustam aka pensiyaga chiqqan taksi ishladi, lekin u hech qayerda rasmiy xodim emas edi. O'zini o'zi band qilgan sifatida ham to'liq rasmiylashtirmagan, tegishli to'lovlar ham yuritilmagan. U 3 yil mehnat qildi, lekin pensiya jamg'armasiga borganda bu davr stajga qo'shilmadi. Nega? Chunki pensiya qayta hisoblashda haqiqiy hayotda ishlagan degan tushunchadan ko'ra qonuniy tasdiqlangan ish staji muhim. Agar faoliyat rasmiy tartibda yuritilmagan bo'lsa, uni keyin isbotlash qiyin. 4-misol. Dilbar opa pensiyaga chiqqanidan keyin maktabda laborant bo'lib ishladi. Lekin buxgalteriya xodimini yarim stavkada ko'rsatgan oyligi ham juda past bo'lgan. Dilbar opa, men har kuni to'liq ishladim deydi, ammo hujjatda yarim stavka. Pensiya tizimi hujjatga qaraydi. Shuning uchun ishlovchi pensionerlar
ish boshlaganda mehnat shartnomasida lavozim, stavka, ish boshlagan sana, buyruq raqami to'g'ri ko'rsatilganini tekshirish kerak. Keyin men boshqacha ishlagan edim deyish ancha qiyin bo'ladi. So'nggi yillarda eng katta o'zgarishlardan biri elektron ma'lumotlar bazasining kengaygani. Ilgari pensioner ko'p joyga qog'oz ko'tarib borardi, mehnat daftarchasi. Ish haqi ma'lumotnomasi, arxidan javob, buyruq nusxasi. Hozir esa ayrim davrlar avtomatik ko'rinishi mumkin. Lekin bu endi hech qanday hujjat kerak emas degani emas. Ayniqsa eski yillardagi staj bo'yicha hujjat masalasi dolzarb. Masalan, Sovet davri 1990-yillar, 2000 yillarning boshida ishlagan korxonalar yopilgan bo'lishi mumkin. Hujjatlar arxivga topshirilgan yoki topshirilmagan bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasida muhr tushunarsiz. Korxona nomi qisqartma, ishga qabul qilish buyrug'i bor, ishdan bo'shash yozuvi yo'q. Mana shunday mayda ko'ringan nuanslar pensiya hisobida katta muammo tug'diradi. Yana bir o'zgarish. Pensionerlarning ish bilan bandligi bo'yicha ma'lumotlar soliq va mehnat tizimlarida yaxshiroq aks etmoqda. Agar ish beruvchi hammasini to'g'ri yuritsa, pensioner keyin hujjat yig'ishda kamroq qiynaladi. Ammo ish beruvchi xato qilsa, masalan, xodimning JNSH raqamini noto'g'ri kiritsa, ishga qabul qilishni elektron tizimda rasmiylashtirmasa, mehnat shartnomasini kechiktirib ro'yxatdan o'tkazsa, bu pensioner uchun muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, men pensionerman, menga farq yo'q demang. Rasmiy hujjatingiz to'g'ri yuritilayotganini nazorat qiling. Ko'pchilikni qiziqtiradigan savol, ariza bersam, pensiyam qachondan oshadi? Odatda pensiya qayta hisoblashda murojaat qilingan sana, hujjatlar topshirilgan, vaqt va qonunda belgilangan tartib muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun kechiktirmaslik kerak. Agar sizda asos bo'lsa, keyingi oy boraman, yozda boraman. Farzandim kelganda boraman deb yuravermang. Chunki ayrim holatlarda qayta hisoblangan qo'shimcha to'lovlar ariza berilgan kundan yoki belgilangan davrdan boshlab amalga oshiriladi. Vaqtni boy berish, pulni boy berish degani bo'lishi mumkin. Lekin shuni ham biling, agar pensiya jamg'armasi avval xato qilgan bo'lsa, hujjat mavjud bo'lgan bo'lsa, lekin noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, unda o'tgan davr uchun ham qayta ko'rib chiqish masalasi paydo bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatlar murakkabroq. Men bunday hollarda og'zaki javob bilan cheklanmaslikni maslahat beraman. Yozma ariza bering, yozma javob oling. Chunki yozma javob bo'lsa, keyin yugurib tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati aniqroq bo'ladi. Birinchi nozik masala, ishlovchi pensionerning har bir ishlagan o'yi avtomatik ravishda pensiyani oshiravermaydi. Pensiya formulasi murakkab. Unda talab etiladigan minimal staj, ortiqcha staj uchun qo'shimcha ish haqi koeffitsiyenti kabi omillar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men 1 yil ishladim. Albatta pensiyam katta oshadi deb o'ylamang. 1 yil rasmiy ish staji ham foydali, lekin natija raqamlar bilan tekshiriladi. Ikkinchi nozik masala, ish haqi konvertda bo'lsa pensiyaga ta'siri bo'lmaydi. Masalan, odam amalda 1 million olgan, lekin hujjatda 1 million ko'rsatilgan. Pensiya hisobida odatda hujjatdagi rasmiy miqdor ko'riladi. Shuning uchun ishlovchi pensionerlar ish beruvchidan menga baribir, men pensiyadaman deb norasmiy maoshga rozi bo'lmasligi kerak. Bugun qo'lingizga ko'proq pul olgandek bo'lasiz, ertaga pensiya qayta hisobida yutqazasiz. Uchinchi nozik masala, o'zini o'zi band qilganlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, fermer xo'jaligi a'zolari. Oilaviy korxona a'zolari bo'yicha tartiblar oddiy ishchi xodimnikidan farq qilishi mumkin. Bu yerda faoliyat rasmiy ro'yxatdan o'tganmi? Tegishli to'lovlar amalga oshirilganmi? Davr stajga kiradimi? Hammasi alohida tekshiriladi. Masalan, pensioner pensiyadan keyin kichik do'kon ochdi. IT sifatida ro'yxatdan o'tdi, lekin ayrim davrlarda to'lov qilmagan bo'lishi mumkin. Ana shu to'lov qilinmagan davr keyin pensiya stajida muammo bo'lishi ehtimoli bor. 4-nozik masala, mehnat daftarchasi va elektron mehnat tizimidagi ma'lumotlar mos kelmasligi. Masalan, daftarchada 2021-yil 1 martdan ishga kirgan deb yozilgan, elektron tizimda esa 2020-yil 25 aprel ko'rsatilgan. Yoki daftarchada ishdan bo'shagan sana bor, elektron tizimda yopilmagan. Bunday mos kelmasliklar qayta hisoblashni cho'zadi. Shuning uchun hujjatlarni oldindan tekshirish kerak. 5-nozik masala, pensiya turi, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, imtiyozli pensiya, harbiy yoki boshqa alohida tartibdagi ta'minotlar bir xil hisoblanmasligi mumkin. Bugun men asosan umumiy tartibdagi ishlovchi, yoshga doir pensionerlar haqida gapiryapman.
Agar sizning pensiya turingiz alohida bo'lsa, albatta pensiya jamg'armasidan aynan o'zingizning holatingiz bo'yicha izoh oling. 6-nozik masala ariza bermasdan yurish. Ko'pchilik davlat o'zi biladi, o'zi qo'shadi deb kutadi. Ha, ayrim ma'lumotlar elektron tizimda ko'rinadi. Lekin amaliyotda ariza berish masalani tezlashtiradi va sizning talabingizni rasmiylashtiradi. Ariza bo'lmasa, sizning murojaatingiz og'zaki suhbat bo'lib qoladi. Ariza bo'lsa, unga javob berish majburiyati paydo bo'ladi. Birinchi qadam: o'zingizning pensiya hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Sizda pensiya tayinlanganligi bo'yicha ma'lumot, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari bo'lsa, hammasini bir joyga yig'ing. Agar hujjatlar farzandingizda eski papkada, sandiqda yoki ish joyida bo'lsa, topib qo'ying. Qayta hisoblashda tartibli hujjat katta yordam beradi. Ikkinchi qadam: pensiyaga chiqqandan keyingi ishlagan davringizni aniqlang. Qaysi tashkilotda ishladingiz, qaysi sanadan qaysi sanagacha, lavozimingiz nima edi, yarim stavkami yoki to'liq stavkami, ish haqi rasmiy hisoblanganmi? Mehnat shartnomasi bormi? Bularni qog'ozga yozib chiqing. Masalan, 2021 yil 5 yanvardan 2023 yil o'ttigungacha iki maktabda qorovul bo'lib ishladim. Oylik kartaga tushgan. Buyruq raqami noma'lum. Mehnat daftarchasida yozuv bor. Shu tarzda tayyorlanib borsangiz, mutaxassis ham sizga tezroq yordam beradi. 3-qadam: ish joyingizdan kerakli ma'lumotlarni oling. Hozirgi yoki sobiq ish beruvchidan ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari nusxasi, mehnat shartnomasi, ishlagan davr to'g'risida ma'lumotnoma, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma so'ralishi mumkin. Hamma holatda ham hammasi kerak bo'lmasligi mumkin, lekin qo'lingizda bo'lsa foydasi tegadi. Agar ish joyi yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilish kerak bo'ladi. 4-qadam: tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Yashash joyingiz bo'yicha borasiz. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya hujjatlari, mehnat daftarchasi, ishlagan davrni tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqi ma'lumotnomalari, agar bo'lsa arxiv hujjatlarini olib boring. Hujjatlarning asal nusxasi va ko'chirmalarini tayyorlab qo'yish yaxshi. 5-qadam: ariza yozing. Arizada talab aniq bo'lishi kerak. Masalan, umumiy mazmuni shunday bo'lishi mumkin: men falonchi yoshga doir pensiya oluvchiman. Pensiya tayinlangandan keyin falon sanadan falon sanagacha falon tashkilotda rasmiy ishlaganman. Ushbu davrni ish stajimga qo'shib, pensiyamni amaldagi qonunchilik asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Ilova qilinadi. Mehnat daftarchasi nusxasi, ish joyidan ma'lumotnoma, ish haqi ma'lumotnomasi va boshqa hujjatlar. Agar avval hisobga olinmagan eski staj bo'yicha murojaat qilsangiz, matn shunga mos bo'ladi. Pensiya tayinlash vaqtida hisobga olinmagan falon davrni tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etilmoqda. Pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. 6-qadam: arizani ro'yxatdan o'tkazdiring. Bu juda muhim. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam, sana yoki nusxasiga belgi oling. Qoldiring ko'ramiz degan og'zaki gap bilan ketmang. Keyin murojaatingiz yo'qolib qolmasligi uchun ro'yxat raqami bo'lishi kerak. Agar elektron murojaat qilish imkoniyati bo'lsa, elektron tizim orqali ham yuborish mumkin. Lekin baribir javobni kuzatib boring. 7-qadam: javobni kuting va hisob-kitobni so'rang. Agar pensiya oshirilsa, qaysi davrlar qo'shilgani, yangi miqdor qanday chiqqani, qachondan boshlab to'lanishi aytilishi kerak. Agar rad etilsa, rad etish sababi yozma ko'rsatilishi lozim. Bo'lmaydi degan og'zaki javob yetarli emas. Nega bo'lmaydi? Qaysi hujjat yetishmaydi? Qaysi davr stajga kirmaydi? Qaysi norma asosida rad etildi? Shularni yozib oling. 8-qadam: agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Tuman bo'limi noto'g'ri ko'rgan bo'lishi mumkin. Hujjatni noto'g'ri talqin qilgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda viloyat darajasidagi pensiya jamg'armasi tuzilmasiga, tegishli vazirlik yoki vakolatli organlarga, zarur bo'lsa sudga murojaat qilish mumkin. Lekin shoshilmasdan hujjatlarni to'liq tayyorlab, yozma javoblar asosida harakat qiling. Birinchi xato: arizada aniq talab bo'lmasligi. Masalan, odam pensiyamni ko'rib bering deb yozadi. Bu juda umumiy. Yaxshisi, falon davrni stajga qo'shib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozing. Ikkinchi xato: hujjatsiz da'vo qilish. Men ishlaganman deyish bilan kifoyalanmang. Iloji boricha hujjat qo'shing. Hujjat bo'lmasa, qayerdan olish mumkinligini so'rang. Arxivmi, sobiq ish joyimi, soliq organlarimi, elektron mehnat tizimimi? 3-xato: ish haqi ma'lumotnomasini tekshirmaslik.
Ba'zan ma'lumotnomada oylar tushib qoladi. Summalar noto'g'ri yoziladi. Imzo yoki muhr bo'lmaydi. Tashkilot rekvizitlari to'liq ko'rsatilmaydi. Bunday hujjat qaytarilishi mumkin. Shuning uchun berilgan ma'lumotnomani o'sha joyning o'zida tekshirib oling. 4-xato. Faqat og'zaki maslahat bilan cheklanish. Mutaxassis sizga foydasi yo'q desa ham, agar sizda asos bo'lsa, ariza yozib, rasmiy javob oling. Chunki og'zaki gapni keyin isbotlay olmaysiz. 5-xato. Hamma ishni farzandiga tashlab qo'yish. Lekin ishonchnoma masalasini hal qilmaslik. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, farzandi yoki yaqin qarindoshi murojaat qilishi uchun ayrim hollarda ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Buni oldindan aniqlang. Keksa insonni ovora qilmaslik uchun hujjatlarni tartibli tayyorlash kerak. Agar siz hozir pensiyada bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz, bugundan boshlab 3 narsani nazorat qiling. Birinchisi, rasmiy mehnat shartnomangiz bormi? Ish beruvchi sizni og'zaki emas, qonuniy asosda ishga olganmi? Elektron mehnat tizimida ro'yxatdan o'tganmi? Agar buni bilmasangiz, kadrlar bo'limidan so'rang. Ikkinchisi, oyligingiz rasmiy ko'rsatilyaptimi? Plastik kartaga tushayotgan pul bilan hujjatdagi ish haqi mosmi? Agar sizga bir qismi qo'lga berilayotgan bo'lsa, bu keyin pensiya hisobida ko'rinmasligini biling. Uchinchisi, ishdan bo'shaganda hujjatlarni oling. Ko'pchilik ishlaydi. Keyin ishdan chiqadi, hech qanday ma'lumotnoma olmaydi. Oradan 5 yil o'tadi. Tashkilot yo'qladi, direktor almashadi, buxgalter ketadi. Keyin hujjat topish qiyinlashadi. Shuning uchun ishdan bo'shaganda buyruq nusxasi, ishlagan davr haqida ma'lumotnoma, zarur bo'lsa ish haqi ma'lumotnomasini olib qo'ying. Yana shuni aytaman, pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlash huquqingiz bor, lekin ishlash rasmiy bo'lishi kerak. Rasmiylik nafaqat bugungi oylik, balki ertangi pensiya, ijtimoiy himoya, mehnat huquqlari uchun ham zarur. Bugungi gapning eng asosiy mazmuni shuki, ishlovchi pensionerlar o'z pensiyasini tekshirtirishdan uyalmang, cho'chimang va kechiktirmang. Agar pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan bo'lsangiz, agar avval hisobga olinmagan stajingiz bo'lsa, agar ish haqi bo'yicha yangi hujjat topilgan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga ariza bilan murojaat qiling. Pensiya har doim o'z-o'zidan oshib ketadi deb kutib o'tirmang. Ariza yozing, hujjat topshiring, ro'yxatdan o'tkazdiring, yozma javob oling. Har bir holat alohida ko'riladi. Kimdadir pensiya sezilarli oshadi, kimdadir ozroq oshadi. Kimdadir hujjat yetishmagani uchun avval muammo chiqadi. Lekin tekshirtirmasangiz, imkoniyat bor yo'qligini bilmaysiz. Ayniqsa hozir ishlab yurgan pensionerlar ish joyidagi rasmiylashtirish, ish haqi va elektron ma'lumotlar to'g'riligini nazorat qilsin. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsa, bugun hujjatlarni ko'rib chiqing. Izohlarda yozing. Siz ishlovchi pensionermisiz? Pensiyangizni qayta hisoblatganmisiz? Natija bo'lganmi? Tajribangiz boshqalarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiyada bo'lsa ham ishlayotgan ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki ba'zan bitta to'g'ri ariza insonning oylik pensiyasini oshirishga sabab bo'ladi.